Assalomu alaykum. Ginekologik xarita kursimizni xarid qilish uchun ilk qadamingiz bilan sizni tabriklayman va bu tanlov sizni hayotingizdagi eng to'g'ri tanlov hisoblanadi. Ginekologik xarita kursimizni sizni haqiqiy ayollik organizmingiz uchun, ya'ni ginekologik davrlar uchun sizga eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mana shu kursga joyladik. Birinchi davrda, birinchi holatda qiz farzand o'stirayotgan onalarimiz uchun qizlarimizda hayz kelishi stressli jarayon hisoblanadi va qizlarimizni to'g'ri mana shu hayz davriga tayyorlamaslik oqibatida ularda kelajakda turli asoratlar bo'lishi mumkin. Bu kurs kimlar uchun, kimlarga foydali bo'ladi? Kelinglar shuni ko'rib chiqamiz. Dastlab qiz farzand o'stirayotgan onalarimiz uchun bu kurs o'ta muhim hisoblanadi. Chunki qizlarimizni hayz davriga, ayollikka biz to'g'ri tayyorlay olmaymiz, chunki onalarimizni o'zida bilim yetarli emas. Ilk hayz kelishi qizlarimiz uchun stressli holat hisoblanadi va bu davrdagi to'g'ri bilimlar, to'g'ri yo'naltirish qiz bolani to'g'ri onalikka tayyorlashga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, qizlarimizda hozirgi kunda eng aktual mavzu hisoblangan aynan birinchi kechida qon kelmaslik holatlari. Bu haqiqatan ham bor va birinchi kechidagi og'riqlar, birinchi kechidan qo'rquv va hattoki mana shu holatda sizlardagi bo'ladigan vaginizm kasalliklari. Ya'ni bu kurs turmushga tayyorlanayotgan qizlar uchun ham juda ham kerakli. Bundan tashqari, ona bo'lishni kutayotgan, ya'ni turmushga chiqdingiz va sizda endi yangi davr, ya'ni jinsiy hayot davri. Birinchidan mana shu davrni juda ham ko'pchilik borligini hattoki his qilmaydi. Bu kurs orqali sizga mana shu jinsiy hayot davri haqidagi barcha sirlarni va bilishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'rgataman. Homilador ayollarimiz uchun juda ham kerakli ma'lumotlar. Homilador ayollarimiz bu kurs orqali yengil tug'ruqqa, homiladorlik davri qanday o'tish kerak, homiladorlik davrida nimalarga e'tibor berish kerak, qachon uziga tushish kerak, qachon ginekologga borish kerak, hammasini mana shu kursdagi homiladorlik darsligimizdan olishingiz mumkin. Va tug'ruqdan keyin juda ham ko'pchilikda libidoni tushishi, qin mushaklarni zaiflashishi va tug'ruqdan keyingi juda ham ko'pchilik asoratlar bo'ladi. Va tuqqan ayol borki, barchangizga bu kurs juda ham zarur, ya'ni juda ham kerakli hisoblanadi. Va albatta tuqqandan keyin ayollarda juda ham ko'p holatda jinsiy xohishni pasayish kuzatiladi. Mana shu sirlarni ham, ya'ni tug'ruqdan keyingi tiklanish haqidagi ma'lumotlar sizga haqiqiy yordamchi bo'la oladi. Klimaks davridagi ayollarimiz ham bor yoki klimaks davriga yaqinlashayotgan ayollarimiz. Bu kurs aynan sizga juda ham foydali bo'ladi. Nimaga? Chunki bu kursimizni ichiga klimaks davri darsligini ham joylaganmiz va klimaks davri haqidagi ma'lumotlarni bilish orqali sizda klimaks davridan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan qon bosimini ortishi, asabiylashishi yoki bo'lmasam bo'g'imlardagi og'riqlar, har xil kasalliklarni biz klimaks davridan to'g'ri o'tish bilimlarini olish orqali mana shu kasalliklardan biz xolis bo'lishimiz mumkin. Bu kursni sotib olish juda ham oson. Pastdagi havola orqali, ya'ni sotib olish tugmasini bosasiz, u yerdan sizga karta jo'natamiz va mana shu kartaga to'lovni amalga oshirasiz. To'lov esa qancha? To'lov birgina onlayn konsultatsiya narxi, ya'ni 500 ming so'm etib belgilaganmiz. Va 500 mingga tasavvur qiling, siz qancha bilimlarga ega bo'lasiz va bu albatta arziydi. Va mana shu to'lovni qilganingiz zahoti admin to'lovni tekshiradi va sizga kurs uchun havola, ya'ni sizni kursga shu zahoti qo'shib qo'yishadi. Va kursni siz qachondir nechidir kun kutmaysiz, to'lov qilgan zahotingiz kursga ulanasiz. Hoziroq kursni sotib oling va bu bilimlarni o'zingizniki qiling.